Assalomu alaykum. Xo'sh, qishda bekor o'tirmasdan uncha pul tovaman, tirikchilik qilaman degan aka-ukalarga mana bunaqa ko'mir briket apparatlar bor. To'xta ishlaydi. Mana o'rtasida eshikli bo'ladi. Mana bu holatda qumni hokasi deyiladi. Istamoqda umumiy ko'rinish bo'ladi. Mana chiq. Qo'lingda olib tur. Mana chiqdi. Mana olib tur, o'zi uzilib tushsin mana. Va qarasada agar stolcha qilinsa ketaveradi. Mana razmerda o'zi sinib tushaveradi. Hop ilib qo'ysa ham bo'laveradi. Qattiqligi вообще qattiq. Mana. Qattiqligi qattiq. Mana bunaqa holatda breketga chiqaveradi. Soatiga 500 kilo, 600 kilo chiqaraveradi. Xullas, hokasini narxi 350 so'm, 400 so'm. Buni breketni mana sotadigan bo'lsangiz 1000 so'm, 1200 so'm bemalol sotaverasiz. Ikki kishini ishi o'zi. Ikki kishi bemalol ishlasa bo'laveradi. Bu Ostanoda yangi stanok ispitaniya qilib nima qilinyapti egasiga, o'shaning uchun bitta hozir 3 kishi ispitaniya qilyapti. Asli 2 kishi. Oilada qilsa ham bo'laveradi. Yosh oilalar er-xotin qilsa ham bo'ladigan ish. Ishchi kuchiga pul to'layman, ishchi olaman, boshqa qilaman degandan ko'ra oilaviy gazini bossa bo'ladigan biznes. Bularda boshqa yana mana ish apparatlar bu ham tayyor. Mana bu nomerlarga mana murojaat qilaverasizlar bemalol. Bu ham ko'mir briket apparat. Bu soatiga 2 tonna, 1,5 tonnadan 2 tonnagacha chiqaraveradi. Bundan egasi bor, zakazga bo'lgan apparatlarimiz. Mana bu ham zakazga bo'lyapti. Ibog'da mana ko'rib turganlaring ko'mir briket apparatlar уже bityapti. Bolalar ko'mirni chiqaryapti. Bog'larda ham mana apparatlarimiz tayyor bo'lgan. Bular ham hammasi zakazga bo'lgan. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston dostavka qilib beriladi. Muammo yo'q. Apparatni tovushini ham eshityapsizlar. Tixanaga nima bor? Mana chiqib mana burada. Sağ bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar.